Aynan shunaqa operatsiya qilganlarda son chanoq bo'g'imi yemirilish ehtimolligi juda baland. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan son chanoq bo'g'imi yemirilishi, ya'ni koksartroz yoki osteoartroz kasalligi haqida gaplashamiz. Uni qanday qilib uy sharoitida davolash usullari haqida aytib o'taman. Demak, buning uchun son chanoq bo'g'imi to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Oyoqlarni tekshirganimizda ikki tomonga ochib ko'rish kerak bo'ladi. Agar bir xil ochilsa, demak muammo yo'q. Agar ichkariga va tashqarida ikkalasida farq bo'ladigan bo'lsa, demak son chanoq bo'g'imida muammo bo'ladi. Bizga hozir murojaat qilayotgan bemorlarda ba'zilarida 1-2 daraja koksartroz diagnozi bilan kelishadi, lekin 1-2 daraja unaqa katta og'riq bermaydi. 3-4 darajaga o'tganda suyaklar yopishib boshlaydi va qadalib og'rish yuzaga keladi. 1-2 darajada asosan son chanoq bo'g'imi atrofidagi muskullar va paylarda muammolar yuzaga kelgan bo'ladi. Shuning uchun agar siz oyog'ingizni to'g'ri qo'yganingizda bittasi tashqariga ochilib qoladigan, ikkinchisi esa to'g'ri turadigan bo'lsa, demak shu oyog'ingizda muammo yuzaga kelayotgan, даже og'riq bo'lmasa ham. Bu nimani hisobiga bo'ladi? Bu o'sha son chanoq bo'g'imi atrofidagi mushaklarning yomon ishlashiga. Buni tekshirib ko'ramiz. Tashqariga taring. Bu kuchsiz, tashqariga tarish, tepaga. Bu norma. Bunisini kuchi yaxshi. Tashqariga kuchi yaxshi. Bir-biriga yopishtirib ushlab turing. Kuchi yaxshi. Bunisini kuchi yaxshi. Demak, bizda hozir oyoqda tashqariga itarganda kuch yo'q. Bu degani yon tomondagi mushak ishlamayapti. Shuni hisobiga yurganda bularda og'riq bo'ladi. Ishlamagani hisobiga. Buni tekshirib ko'rganimizda bu yerda asosan sredniy ягодичный deymiz, o'rta dumba mushagi joylashgan. Bu mushakda og'riq bo'ladi ishlamagani hisobidan. Og'riyaptimi? Pastroqlarda yo'q. Demak, sredniy ягодичный mышцani suyakka birikkan joyini qolaymiz. Mushak bu ipga o'xshagan narsa bo'ladi. Xuddi trost ipiga o'xshagan narsa bo'ladi. U suyakka birikkan joyida suxajeli, ya'ni pay hosil qilib birikadi. Bu pay qachonlardir o'sha noto'g'ri harakatlanish hisobiga yo sakraganda yo boshqa qilganda suyakka birikkan joy ozgina ko'chishi mumkin. O'sha joyni uqalaganimizda ko'chishdan hosil bo'lgan, biz organizmda qanaqadir travma bo'lsa, o'sha joyda yamash uchun plyonkaga o'xshagan narsa hosil bo'ladi doim o'sha joyda. Shu plyonkani ozgina ko'chirish kerak bo'ladi. Va suyakka birikkan joydagi og'riq sekin-asta yumshaydi. Kamaydimi og'riq? Endi tekshirib ko'ramiz. Tashqariga taring. Mana, yana bir marta taring. Kuch keldi. Bu degani endi hozir turib yurganlarida bu sredniy ягодичный mышца ishga tushdi. Bu degani son chanoq bo'g'imini suyakka fiksatsiyalab turuvchi, ya'ni tortib turuvchi mushaklardan bittasi ishlab boshladi. Oyoqni ham qo'yganimizda yana ozgina bor millimetr. Demak, yana boshqa muskullarda ham muammo bor. Lekin boyaga nisbatan ancha tortildi. Boya pastga tushib ketyapti bu son chanoq bo'g'imi. Ikkinchisi запирательная mышца deydi. Buni test qilib ko'rish ham mumkin. Oyog'imizni bukamiz. Ichkariga men tomonga. Biroz bu yaxshi. Yana biroz. Mana bunisi ishlamayapti. Ko'ring, ishlamayapti. Demak, bu yerda ham muammo bor. Bu birikadigan joy paxoviy svязкаning oldida bo'ladi. Mana shu yerda og'riq bormi? Demak, og'riq bu joyda. Davleniya ham berib ko'ramiz. Qo'lingizni itaringchi. Kuchingiz bor. Itaringchi. Mana bunda yo'qolyapti. Demak, bu yerdagi muskul bu запирательная mышца deydi. Son chanoq bo'g'imini boshchasini chanoq suyagiga biriktirib turadigan narsa. Bu joyni ham davolashimiz kerak bo'ladi. Og'riqli bo'ladi bu. Lekin og'riq 1 minut davomida uqalaganimizda o'tib ketadi. Xo'p, yana tekshirib ko'ramiz. Bukinchi itaring menga. Yana itaring. Joyiga keldi. Demak, grushevidniyda ham ozgina muammo bor ekan. Buning uchun pastga qarab yotib olasiz. Bularda grushevidniyda ham, ya'ni noksimon muskul bo'ladi. Orqa tomondan son chanoq bo'g'imini chanoqqa biriktirib ushlab turish kerak. O'sha yerda ham og'riq bor.
uni to'g'irlashimiz kerak. Buning uchun oyoqni mana shu holatda ushlab, o'sha joyni bosib turamiz va oyoqni ichkari tashqariga aylantiramiz. Demak, grushevidniy ham bo'ladi og'riqli, ya'ni son chonoq bo'g'imi bu yerdan kelganda большой vertel deymiz. Bu yerga birikadigan mushaklar bor. Ichkariga golovkasi kiradi. O'sha joyda bularda og'riq bor ekan. Buni ham to'g'irlashimiz kerak. Buning uchun shu og'riqli, eng og'riqli tochkani topamiz. Mana shu joyda og'riq bormi? Demak, topamiz va ichkariga, tashqariga harakatlantiramiz. Boshida og'riq kuchli bo'ladi, lekin ozgina chidab turganda og'riq sekin astalik bilan yo'qoladi. Ba'zilar aytishadi, og'riqqa ko'nikib qoldim. Ko'nikib qolinmaydi. Bu joyda pay tortishib turgan pay sekin astalik bilan bo'shashadi. Pay o'sha suyakni tortib turibdi, xuddi ipga o'xshab tortib turibdi. O'shani bo'shashtirib olsangiz, o'zingiz ham his qilasiz. Agar sizda birinchi, ikkinchi daraja koksartroz bo'lsa, sirazi yurishingiz yengillashadi va qadalib og'rish kamayadi. Oyoqlaringizdagi har tomonga buralib qolish, mana bunaqa oyoqni tikka ushlay olmaysiz, burilib qoladigan bo'lsa, agar sizda sirazi joyiga keladi. Chunki sizda pay tortib turgan bo'ladi, o'shani bo'shatyapmiz hozir. Ana bo'ldi. Grushevidniyni yana tekshirib ko'ramiz. Buki zapiratelni zo'r, grushevidniy zo'r. Demak, ikkalasi ham ishga tushdi. Endi oyoq atrofidagi mushaklar hammasi ishlayapti. Mushak ishlab turdi degani, o'sha suyakka yuk tushmaydi va paylari tortishmaydi. Agar bundan keyin ham og'riq saqlanib qolsa, mana erkin qo'yganda ham oyoq tashqariga ochilib ketmayapti. Juda ko'pchilikda bo'ladi, oyog'ini qo'yganda bittasi bu yoqqa qarab ochilib ketaveradi. Bu degani son chonoq bo'g'imida nestabillik bor. Bunaqa odamlarda 2-3 yil davomida yo 5 yildan keyin son chonoq bo'g'imida koksartroz kasallik uchrashi ehtimoli baland bo'ladi. Shuning uchun e'tibor qilishingiz kerak. Agar tashqariga ochilib qolsa oyog'ingiz, demak muammo bor degani bu. Bularda hozir mana mushaklar joyiga tushgandan keyin ikkita oyoq ham bir xil ob'yomda tashqariga tashadi, lekin polni ochilib ketayotgan yo'q. Bu joyiga tushdi. Bu oyoqda ozginagina bor. Bu narsani endi bo'g'im atrofidagi mushaklarda muammo yo'q, boshqa ichki organlarda bo'lishi mumkin. Buni tekshirib olishimiz uchun o'sha son chonoq bo'g'imining atrofida, ya'ni mana bu joyda ichki organlar parda hosil qilib chanoqqa birikkan bo'ladi. Bu joyda klapan bor, sfinkter, ingichka chekdagi ovqat yo'g'on ichakka o'tadigan joy. O'sha joyda yopilib ochiladigan sfinkter bo'ladi. Ya'ni ovqat bilan axlat aralashib ketmasligi uchun o'rtada turadi. Ana o'sha sfinkterda pastida paylar bor, ko'richayning oldida nimaga yopishtirib turadigan pardalar son chanoqqa. O'sha joyda og'riq bor yo'qligini ko'ramiz. Og'riq bormi? Demak, bu tomonni ko'ramiz. Bu tomonda sigma-simon ichak deymiz. O'sha yo'g'on ichakning oxirgi qismi. Bu ham chanoqqa birikib turadi. Bu yoqda yo'qmi? Bu yoqda og'riq yo'q. Xo'p. Demak, asosiy o'sha muammoli oyoq tomonidan boshlaymiz. Buni boshqacha ham tekshirib ko'rish mumkin. Mana bu ikkita barmog'ingizni mana bunaqa ushlab oling. Mana shunaqa ushlang. Torting bir-biriga. Kuchi yaxshi. Endi mana bu joyga davleniya beramiz. Ketib qolyapti. Demak, bu yerda reflektorni degani bosh miyadan orqa miya kanallariga keladigan nervlarni ta'siri ham bor. Ya'ni koksartroz birinchi, ikkinchi daraja og'riq bermaydi. Unda yo atrofdagi mushaklar ishlamayotgan bo'ladi, yo tepadan nerv sistemasidan keladigan nerv tolasi siqilib qolgan bo'ladi. Shu ikkalasida og'riq bo'ladi. Biz hozir mushaklarni to'g'irlab chiqdik, asosiy aybdor mushaklarni. Endi ichki organ va nerv sistemasidan ta'sirini yo'qotishimiz kerak. Bularda bor o'sha ta'sir, qo'llarni tekshirganimizda chiqdi. Buni endi o'sha pardani tepaga ko'tarib, nafasga to'g'rilab ko'tarib qo'yishimiz kerak. Nafas oling. Chiqaring. Juda qattiq bosib yormaymiz. Sekin ushlab turamiz. Nafas olganda qo'l ko'tariladi, chiqarganda sekin ichkariga tushib boramiz. Bo'ldi. Ya'ni bu joyda parda ozgina tortilsa ham, o'sha suyakdan ozgina ko'chib olsa ham, nerv siqilib qolgan nerv shu joydagi ancha qo'yib yoradi. Ikkinchisi bu tomonni ham qilamiz, xuddi shu ishni qilamiz. Nafas oling. Chiqaring. Nafas oling. Chiqaring. Nafas oling. Chiqaring.
Yaxshi. Endi tekshirib ko'ramiz. Barmoqlaringizni bir-biriga yopishtirib turing. Kuch yaxshi. Davleniya beramiz. Yaxshi. Demak, bu joydagi nerv bilan bog'liq muammo ham hal bo'ldi. Keyin oyoqlarni tekshiramiz endi. Bir xil ob'yomda. Boyagi millimetr ochilish ham yo'qoldi. Demak, bizda son chonoq bo'g'imiga, ya'ni koksartroz 1-2 darajada og'riq bo'lmaydi dedim. Bunga ichaklar ham ta'sir qilyapti. Ya'ni mana bu joydagi qon tomir, mana bu brushnay arteriya deymiz, qorin aortasidan chiqadigan arteriya tomirlari qon bilan ta'minlaydi. Bu son chonoq bo'g'imini. Ko'pchilikda bizga murojaat qiladiganlarda pashti 90% aynan shu joydan operatsiya bo'lgan bo'ladi. 5-10 yil oldin yo ko'richek oldirilgan, yo bachadondan reaksiya bo'lgan, o'sha operatsiya bo'lgan, yo bo'lmasa o'sha trubalar oldirilgan, vnematishni bo'lganda, ba'zilarda erkak kishilarda varikoselli operatsiya qilingan bo'ladi. Aynan shunaqa operatsiya qilganlarda son chonoq bo'g'imi yemirilish ehtimollik juda baland. Nima uchun? Tasavvur qiling, mana bu joydan ko'richak operatsiya bo'lgan bo'lsa, teri endi bitish kerak, ya'ni yopishish kerak. Bu shram deymiz, chandiq hosil bo'lib bitadi. Chandiq hosil bo'lib bitganda chandiq atrofidagi teri hamma narsani tortib, keyin bitish kerak. Agar o'shanda oyoqqa ketadigan qon tomiri va oyoqdan qaytadigan limfa tomirlari, nervlar chandiqning orasida qoladigan bo'lsa, chandiq buni qisman siqib qo'yadi. Qisman degani, misol uchun mana bu oyog'ingizga kun davomida 100 litr qon tushishi kerak. To'liq bu oziqlanishi uchun. Sizda qisman siqilgan bo'lsa, o'sha shramning hisobiga, chandiq hisobiga, oyog'ingiz 100 litr qon olmaydi. 60-70 litr oladi. Ya'ni 30-40 litrga kamayadi mana bu oyoqning qon bilan ta'minlanishi. Keyinchalik bu oyoqdagi limfalar, venalar chiqib ketishi ham xuddi shunaqa, 30-40 litrga kamayadi. Shu holatda siz birdaniga reaksiya bermaydi. 5 yil yurasiz, 10 yil yurasiz, 15 yil yurasiz, yurganingizda постоянно oziq yetishmovchiligi va постоянно limfa shishlar tizadan pastida yo sonda bo'lishi mumkin. Suyuqlik chiqib keta olmasligini hisobiga bu joyda muammo yuzaga keladi va koksartroz kasalligi bo'lish ehtimoli baland bo'ladi. Shuning uchun kimda aynan shu joyda operatsiya bo'lgan bo'lsa, ko'richak bo'ladimi, varikoselli bo'ladimi, matkada operatsiya bo'lgan bo'ladimi yo oddiy kesareva bo'lsa ham, bularni o'sha son chonoq bo'g'imidagi yemirilish kasallik ehtimoli baland bo'ladi va doimiy nazorat qilib turish kerak. Aynan shu joyda og'riq bo'lsa, ayniqsa pax qismida og'riq bo'lsa, mana bu oldi tomonda va sonni oldida og'riq bo'lsa, sirazi MRT qildirish kerak. Chunki aynan koksartrozni og'rig'i bu. Ya'ni pax qismidagi va sonni oldidagi og'riq. Agar sizda sonni tashqi tomonida va paxda og'riq bo'lsa, bu koksartroz emas. Bu spondilartroz deydi, umurtqalar orasidagi disk yemirilishining hisobiga yuzaga keladigan og'riq hisoblanadi. Buni ajratib olishingiz kerak bo'ladi. Hozir ko'rsatgan narsalarimni hammasini ham uy sharoitida qilib bo'lmaydi, lekin agar sizda kuchli og'riq bo'lsa, kuchli og'riq payti boya ko'rsatib o'tgan sredniy ягодичный, ya'ni o'rta dumba muskulini, zapiratelniy, ya'ni oldi tomonni ozgina massaj qilish orqali va ichaklarni ozgina ko'tarish orqali og'riqlaringizni yengillashtirib olishingiz mumkin. Bundan keyin, ya'ni siz mushaklarni to'g'rilab bo'lgandan keyin koksartrozni mashqlarini qilishingiz mumkin. Ya'ni oyoqni mana shu holatda ushlab, oyoqni ikkalasini ham oldinga cho'zamiz, orqaga qilamiz. Oldinga cho'zamiz, orqaga qilamiz. Mana bu mashqni qilsangiz bo'ladi. Keyin sal ochib olasizda, ichkariga bir-biriga va tashqariga ochasiz. Ichkariga, tashqariga. Keyingisi mushaklarni yaxshilash uchun navbat bilan to'g'riga tizzani bukmasdan ko'tarasiz, tushirasiz. Ko'tarasiz, tushirasiz. Keyin bu oyoqni. Keyin yon tomonga ochasiz, joyiga qaytarasiz. Bu yon tomondagi mushaklarni ishlashini ta'minlab beradi. Ya'ni oldi, ichki tomon, bu tomonlar, orqa tomonlariga ishlashingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari tizzani bukkan holda bajariladigan mashqlar ham bor. Shu holatda mana bu oyoqni ustiga tushirib, keyin ochasiz. Ya'ni tizzani bukib tashqariga ochasiz, keyin buni ustiga tushirib, joyiga olib kelasiz. Tizzani bukib tashqariga ochasiz, ustidan tushib olib kelasiz. Bunda son chonoq bo'g'imining golovkasi aylanadi. Qancha ko'p harakat qilsa, shuncha bu joyga qon kelishi yaxshilanadi.
Agar sizda bu ko'rsatib o'tgan mashqlarimdan keyin ham og'riq ketmasa, demak sizda koks artroz 1-2 daraja emas, uje 3 ga o'tgan bo'ladi. Buning uchun quyidagi raqamlar orqali men bilan bog'laning, konsultatsiya berib o'taman. Va o'zingizni qiziqtirgan savollarni kommentariyada yozib qoldiring. Albatta javob beraman.